Diqqat! May oyi pensiyasini naqd pul shaklida oladigan fuqarolarga hozirgina muhim xabarlar e'lon qilindi. May oyi pensiyasida katta o'zgarish bo'ldi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Muhim savollarga javoblar berildi. Pensiya yuqori yoki kam miqdorda tayinlanishi nimaga bog'liq? Hisob-kitoblar qay tartibda amalga oshiriladi? Masalan, o'rtacha oyligi 4,5 million so'mni tashkil etuvchi 40 yillik ish stajiga ega o'qituvchi uchun qanday pensiya tayinlanadi? Jamg'arma bu borada bir qancha muhim jihatlarga aniqlik kiritdi. Pensiya kimlarga beriladi? Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganida va ish staji kamida 25 yil ish bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganida va ish staji kamida 20 yil bo'lgan taqdirda tayinlanadi. Bunda kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lganda, bor stajga mutanosib miqdorda to'liqsiz yoshga doir pensiya beriladi. Nogironlik pensiyasi qonunchilikda belgilangan tartibda birinchi va ikkinchi guruh nogironligi belgilangan shaxslarga beriladi. Bunda nogironlik belgilangan vaqtda quyidagicha ish stajiga ega bo'lish talab etiladi. 23 yoshga qadar 2 yil, 23 yoshdan 26 yoshga qadar 3 yil, 26 yoshdan 31 yoshga qadar 5 yil, 31 yoshdan 36 yoshga qadar 7 yil, 36 yoshdan 41 yoshga qadar 9 yil, 41 yoshdan 46 yoshga qadar 11 yil, 46 yoshdan 51 yoshga qadar 14 yil, 51 yoshdan 56 yoshga qadar 17 yil, 56 va undan oshgan bo'lsa 20 yil. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi vafot etgan boquvchisining qaramog'ida bo'lgan mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolariga tayinlanadi. Bunda vafot etgan fuqaroning farzandlariga 18 yoshga qadar, agar o'qisa 23 yoshgacha pensiya to'lanadi. Ma'lumot uchun joriy yilning iyul oyi holatiga ko'ra O'zbekistonda 4,2 million nafar pensionerlarga bir oylik pensiya to'lov miqdori 6,7 trillion so'mni tashkil qiladi, deyiladi ma'lumotda.